Assalomu alaykum Express Yevroqol ishtirokchilari, hammalar yaxshimi? Xudo xohlasa mana bitta yana klientimizni alhamdulillah Xudoga shukr buyurtmalarini juda chiroyli a'lo darajada bitirib, kraskalarini sepib, yetkazib berish xizmatlari bilan cho'tki qilib tayyorlab qo'ydik. Xudo xohlasa o'zimizni texnikamizni yuklab, ertaga olib borib qo'llariga topshirib, duolarni olib qaytamiz degan umiddamiz. Bu akamiz Xudo xohlasa bizga 4 donagina 25 ga 30 uzunligi 2 metrli latoy qolipdan va 1 donagina mollarga oxir qolipdan va bu mollarga oxir qolipda tagiga qo'yiladigan latoyli blokli qolipdan zakaz bergan edi. Xudo xohlasa buyurtmalari tayyor bo'ldi. 5-4 kundan beri chiroyli qilib videolar qo'yalmay turdik. Ishlarimiz nihoyatda ko'payib ketdi. Zakazlarimiz bisyor olib, aytilgan gap otilgan o'qdek degandek buyurtmachilarimizni mahsulotlarni chiroyli qilib tayyorlab boraylik degan maqsadda obzorlar qilib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yalmadik. Ming bor uzr. Xudo xohlasa mana ozgina bugun qo'limiz bo'shab qoldi. Chiroyli qilib obzor qilib o'tib ketyapmiz, baho berib o'tasizlar. Bu yerda mana 25 ga 30 latoy qolipimizda tanlaqli variant hisoblanadi. Mana chekkasi. Burada uzunligi 2 metr, 4 donagina bundan zakaz bergan edi. 1 donagina mana mollarni oxirini tagiga qo'yiladigan blok latoyli qolipimizdan zakaz bergan edi. Buni ham mana chiroyli qilib yetkazib qo'ydik. Eng asosiysi neobechnisi mana mollarni oxiri. Bu mollarni oxiriga qilinadigan latoy qolipimiz uzunligi 2 metr hisoblanadi. 35 ga 50 hisoblanadi. Ya'ni mol yeydigan tarafi 35, yeganda hisob qo'ygan mahsulotlaringizga chiqib ketmaydigan tarafi 50 hisoblanadi. Buni xohlasangiz mana 1 metrdan o'rtasidagi to'siqchlarigacha bor, to'sib qo'yib turib bitta-bittadan alohida qo'ysangiz ham bo'laveradi. 2 metr qilib uzun qilib qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ya'ni bu degani 1 metrlik bir dona molga moslangan. O'rtasiga bu blokimiz o'rnatiladi va chiroyli qilib ustiga buni o'rnashtiriladi. Bemalol maza qilib foydalansa bo'laveradi. Quyib chiqarish ham, hatto borib o'rnatish ham nihoyatda oson hisoblanadi. Uzunligi 2 metr deb hisoblangan molga oxirimizda listlari 3 listdan, qalin listdan bo'ladi. Ruchkalari neobechniy, o'ta baquvvat bo'ladi. Profillarimizda stenasi 2 li hisoblanadi. Svarkalarimiz albatta kartashni svarkalarda, devo kraskalarda sepilgan bo'ladi. Ancha yil Xudo xolasa tadbirkorni ham olib ishlab chiqaruvchini ham xizmatini qiladi degan umiddamiz. 25 ga 30 latoy qolipimiz uzunligi 2 metr, tindaqli varianti. Bu ham Xudo xohlasa bir-biriga bemalol razmerlarga o'ta qattiq e'tibor bergan holatda qilganmiz. Bemalol bir-birining ustiga zo'r holatda o'rnashadi degan umiddamiz. Bu narsalarni mana shu yerda ruchkalari shundaykina bo'shatiladi va osongina olinadi. Betonni qo'ygandan keyin, vibratsiya qo'ygandan keyin ichidan betonni nima latoy qolipimiz olishda o'ta shunday olinadi. Qoliplarni mana shunday yonga shunday yotaveradi bemalol. Buni ichidan chiqqan mahsulotni bemalol olib yoniga taklasangiz bo'laveradi. 25 ga 30 variantli bunday latoy qolipimizni holati xuddi shunaqa bo'ladi. To'rttadan mana 20 turli o'ta baquvvat armaturadan qilingan sharnilarimiz bo'ladi. Kraskalargacha sepib, etidan zaynamasliklarini hisobga olib qilib chiqarilgan holatda bo'ladi. Ko'rib bir baho beraverasizlar. Sizlarga ham mana shunaqa neobechniy juda chiroyli, o'ta baquvvat latoy qoliplardan kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasi. Mana shu yerda ham negativimiz bor. Mana Tinchlik martaga xuddi shu joyga bemalol kelsalaring, o'z ko'zlaring bilan ko'rib buyurtmalar berib ketishlaring mumkin. Xudo xolasa buyurtmalaringni aytilgan vaqtda juda chiroyli qilib, o'zlaringga ham, o'zimizga ham yoqadigan darajada bitirib, qo'llaringga topshiramiz degan umiddamiz. Ko'ringlar, baho beringlar, bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan yaxshi kunlarda, yaxshi diydorlarda doimo uchrashib, bir-birimizni xizmatimizni qilib, xalqning duosini olish barchamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.